Hayırlı günler kadrini tügerek oyuncularımız eydek zelet dağımır tapkır barımızda şuna jeyvan hürmetke alkışlar bizimizni barlap kunalık hadi. İsemi bindire kilip çektiniz mi kadrini dostlar, yaptaşlar, kilgen kulaklarımız. Bizimizden Tatar milletinin gayle beyremi tügerek oyunu bilen kutlayayım. Biz bilese koysa oynayıcılığı bile turgan kişini folklorçu deb hisoblaymiz, lekin ul durust tugul. Folklorçu deb aytamiz ekan, birden folklorçu xalq madaniyati bilan milliy madaniyatni ayira bilirga tegish. Milliy madaniyatning aslida ul bizning butun etnik turkumlarni birlashtira turgan, ularni bir millat etib to'play turgan madaniyat, ul traditsiya negizida, lekin ul traditsiyalarning har tubatga munosabatli. Uning qo'shni xalq bilan o'zi bilan birga umr bo'yi yashagan xalq bilan o'zaro munosabatlarini uning butunisini anglab, uning bilan shu bizning folklor merosi deb hisoblaymiz. Folklor merosin menga qadar biz ana aytib birinchi shiratda xalq ovoz ijodi deb dibrakina qaraydik. U sovet ideologiya qisalariga o'tirtilgan fan edi. Bugungi kunda sovet ideologiyasi qisalaridan so'ng xalqning folkloristika bir o'zigina o'shatirgan fan tugul, etnografiya, etnologiya, xalqni o'rganish kabi mana shunday ko'p turli fanlarning sintezida tugul, ularning o'zaro kirishuvida, birlashuvida bora turgan fan. Shunga ko'ra bugungi kunda folklorchilar deb aytamiz ekan, butunlay yangicha, yangi instrumentlar bilan ishlay ola turgan instrumentlar deb aytamiz. U tarixiy aspektida, xalqlarning bir-birisi bilan aralashuv protsesslarida, geografiyasida, butunisida anglab, mana shunday yangi bilgichlar hozirlashning kuni soati kelib jetdi. Ne uchun? Chunki butun dunyo bugungi kunda folklor bilan is ketkish mavzuga biz folklor ko'rinishi deb allanindi tatarcha aytganday tuzga yozmagan, xalqning o'zina xos bo'lmagan ko'rinishlarni biz bera boshladik. Mana u ko'rinishlarni durust etib beru, xalqning mental mumkinliklarini oshish, u albatta birinchi shiratda bilgichlar ishi. Serlemlerini ordunan, Ko'z ketiriklarim dalg'ancha borab qoldi.